Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tartibdeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatinglar ekranımızda olsun. Aksaray Amerika'nın Xitay hakkındaki stratejik planını e'lon qildi. Aksaray 20 may kuni Xitayning iqtisodiy, siyosiy, harbiy taraqqiyoti, xato uchur tarqatish faoliyati va kishilik huquq dafsandachiligi qatorliq masalalar tilga ilingan bir atrofli dokument e'lon qildi. CNBC kanalının xabariga qaraganda Aksaraydagi ismini oshkorlamagan bir amaldorning aytishicha, Amerikaning Xitoy haqidagi strategik plan deb atalgan bu 20 betlik dokument Xitoy virusi yuqumining ziyniga uchrab qattiq ziyon tortgan Amerika xalqining Xitoyga qattiq pozitsiyada bo'lishdan iborat orzusini aks ettirdi ekan. Mazkur amaldor so'zida o'tgan 20 yilda Amerika o'zining bozorini Xitoyga keng ochdi. Amerika Xitoyga ko'p mablag' selib, ularni Amerikaning yuqori darajalik texnikasi bilan ta'minladi va Xitoy harbiy ofitser askarlarini tarbiyalash fursati bilan ta'minladi. Amerika taraf mushunda qilsak Xitoy tadrijiy holda demokratiyalashadi deb o'ylagan edi. Bunun aksicha Xitoy 1989-yili Tiananmen maydonida o'quvchilarning demokratiya talab qilgan namoyishini qanliq bostirgandan buyon texmi mustabidlashdi. Xitoy buning bilan qolmay o'zining siyosiy ideyasini dunyoga yeyish uchun harakat qilmoqda deganlarni bildirdi. Amerika Xitoy orasidagi munosabatlar tez surat bilan chekinayotgan bir paytda e'lon qilingan bu strategiya plani diqqat qo'zg'adi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu dokument e'lon qilinishidan bir kun avval, ya'ni 20 may kuni qilgan so'zidami Amerikaning ilgari Xitoyni xato mo'lchallab qo'yganligini va Xitoyga nurg'un yordam berganligini bildirgan. U so'zda biz Beijingning ideviy va siyosiy jihatda erkin davlatlarga qanchalik darajada dushmanlik qilganligini sal chaqlab qopdiq. Butun dunyo bu paketga endi diqqat qilib uyg'onyotdi deganlarni bildirdi. Qashqarda Ramazonning 1-kuni 40 ming cho'chqa beqish to'g'risida kelishim imzolandi. Xitoy rejimining 2020-yillik Ramazon oyining 1-kuni Qashqarning Koni shahar noyisida 40 ming cho'chqa beqish to'g'risida kelishim imzolaganligi oshkorlandi. Xitoyning Shinlang texnika xabarlari to'g'rida 6-may kuni e'lon qilingan bir xabardan oshkorlanishicha, mazkur cho'chqa beqish turiga Xitoy telegraf shirkati 20 million yuan mablag' solgan bo'lib, xabarda Xitoy telegraf shirkati Qashqar Koni shahar noyisining namratlikdan qutulish turiga yordam berib, cho'chqa beqish kasbiy taraqqiyotiga hassa qo'shdi deb madhiylangan. Qashqar Koni shahar noyilik xalq hukumati va Xitoy Tiangang chorvachilik texnikasi taraqqiyot shakli shirkati har yili Qashqarning cho'chqa go'shi ehtiyojini qamdash uchun 40 ming cho'chqa beqishdan iborat bu kelishimni dal musulmonlarning ulug' Ramazon oyining 1-kuni, ya'ni 4-oyning 23-kuni imzolagan. Bu xabar chet ellardagi Uyg'ur vaziyatini ko'zitib kelayotgan kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Ular bu kelishim imzolangan kunning dal Ramazonning 1-kuniga to'g'ri keltirilishining tasodifiylik emasligini eskartdi. Tadqiqotchi Adrian Zeniz apandi Twitter to'rida bu xabarni tarqatganda kelishimning Ramazonning 1-kuni imzolanishiga alohida diqqat ag'dirgan. Xitoy rejimi 2019-yili Sharq Turkistonda cho'chqa go'shi ishlab chiqarishni kuchaytirish uchun 17 turlik siyosat va tadbir chiqargan bo'lib, Qashqar Koni shahar noyisidagi sanoat rayonida maxsus cho'chqa boqmachiligi bazasi qurildi ekan. Xitoy rejimi nima uchun Uyg'ur milliy madaniyatining bo'shigi bo'lgan Qashqarni cho'chqa go'shi bazasi qilib qurmoqchi bo'lganligiga aniq izohat bermagan. Biroq chet ellardagi Uyg'ur vaziyatiga qiziquvchi tadqiqotchilar buni Uyg'urlarning milliy urf-odatlariga, diniy e'tiqodiga qilingan g'arazlik hujum deb tanqidlamoqda. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti Haykang shirkatini tanqid qildi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti Xitoyning Haykang shirkatini ig'ir diniy erkinlik dafsandachiligiga chetishlik deb tanqid qildi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti yaqinda bayonot e'lon qilib, Amerika hukumatining Xitoydagi paycheki bozoriga selinib abort qilinayotgan Federatsiya pensiya zapisini qaytarib kelish qarorini qarshi oldi. Amerika hukumatining bu qarorni chiqarishidagi asosli sabab yuqorqi bu pensiya mablag'larining vositalik holda Xitoy armiyasini harbiy aeroplanlar bilan ta'min etadigan Xitoy Osiyo sanoati guruhi va nazorat mexanizmida avangardlik rolini o'ynayotgan Haykang raqamli texnologiya shirkatiga o'xshash shirkatlarni iqtisodiy yo'lakka ega qilib qo'yishi edi.
Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Tenzin Dorji bayonotda yer olgan so'zida bu qarorning intayin to'g'ri bo'lganligini sharhlab, Xitoy rejimi ilg'or kamera sistemasi orqali yerlik millatlarni nazorat qiladi. Ular bu kameralar orqali Uyg'ur musulmonlari, Tibet buddistlari va boshqa diniy guruhlarni nazorat qildi degan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Gary Bauer bo'lsa bayonotda Amerika Federatsiya xizmatchilari o'zlari ishlab topgan pensiya pulining Xitoydagi diniy erkinlik besimiga yantayoq bo'lmaydiganligi haqida kapolatga ega qilinishi kerak degan. U biz hargizmi foyda uchun qimmat qarashimizni qurbon qilmasligimiz kerak deb eskartgan. Xalqaro diniy erkinlik komiteti 2020 yillik diniy erkinlik dokladida Amerika hukumatini yer shari magnitskiy kishilik huquq qonuni va xalqaro diniy erkinlik qonunlarini ishga solish orqali Sharq Turkistondagi diniy erkinlikning dafsanda qilinishiga mas'ul bo'layotgan Partikom sekretari Chin Chuango qatorliq Xitoy amaldorlarini jazolashni talab qilgan edi. Xitoy ko'chman Sharq Turkistondagi bostirish siyosatining bir avlod kishilarni qurbonlik qilganligini oshkorildi. 18 may kuni Xalqaro kechirim tashkilotining Xitoycha to'r betida Channayu taxallusliq bir Xitoyning mangu qayd qilib bo'lmaydigan yurt nomli maqolasi e'lon qilindi. O'zining Sharq Turkistonda tug'ilgan Xitoy ekanligini bildirgan avtor o'ziga o'xshash Xitoyning faqatli Xitoy o'lkalaridagi oliy maktablarda o'qish fursatidan foydalanib, Xitoy o'lka shaharlarida qeyb qilish imkoniyatiga erisha oladiganligini, ammo Sharq Turkistondan ayrilgan Xitoy ko'chmanlarining Sharq Turkistondagi qattiq nazorat sistemasining kontrolligidan mustasno emasligini bildirgan. U o'zining 3-avlod kimlik almashtirish kechmishi orqali Sharq Turkistondagi Xitoyning ichki o'lka shaharlaridan farqli bo'lgan qattiq siyosatlarni tuvandagidek bayon qilgan. Men Xinjiangda tug'ilgan bir Xitoy. Oliy maktabni tugatgandan keyin Xinjiangdan ayrilgan bo'lsam-mu, ammo urug' tuqqan do'stlarimni yo'qlash uchun yilda 1-2 qatim qaytaman. 2-3 yil ilgari 3-avlod kimlik almashtirish uchun qaytgan edim. Shu qatim saqchilarning meningdan biologiyalik uchur elish jarayonida ko'rgan bilganlarim xotiramda o'chmas izlarni qoldirdi. 10 barmoqni besib avrishga elish, ko'zning munguz pardasini suratga elish, barmoqni teshib DNA qon avrishkisini elish qatorliq faqat fantaziyalik hikoyalarda tasvirlanadigan bu ko'rinishlar mening hayotimda yuz berdi. Mening xotiramda qolgani faqatli saqchilarning kulkilari ostida elib berilgan 3-avlod kimlik almashtirish tekshirishi jarayonidagi qo'rqinchli tuyg'u edi. Ammo Xinjiangda yashayotganlar uchun bu ularning doimlik hayotiga aylanib bo'lgan edi. Maqolaga yana tiz sizma rasmlar kirishtirilgan bo'lib, ularda Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi do'kon, magazinlarda so'mka aqtirishi, yo'l to'sib Uyg'urlarning telefon uchurlarini tekshirishi, saqchilarning bronevik mashinalar orqali ko'ch charlashi, turmalarga o'xshash sim to'siqlar bilan qo'rshalgan maktablar qatorliq qatma-qat nazorat va ta'qiblash tadbirlari obrazliq aks ettirilgan. U yozmasida mundoq deb yozadi: Men oilamdagilar bilan do'stlarimga bu xil qattiq nazorat sistemasiga bo'lgan noroziligimni ifodalasam, ular amalsizligini bildirishib, bu degan Xinjiang deb xursindi. Ammo men rayonda odatga aylanib bo'lgan bu xil qattiq nazorat va ta'qiblashga bardoshlik bera olmaydim. Xinjiangdan yangi ayrilgan chaqlarda Xinjiang atalg'usining ichkiri Xitoy o'lkalarida chatlashtirilgan va qaloq bir rayonni ifodalaydiganligiga shohid bo'ldim. Bu nom sizga har vaqt avorichilik va to'salg'ularni elib keladi. Lekin Xinjiangda Xitoylar alohida imtiyozga ega to'pluq hisoblanadi. Asonliq millat deb qaralgan Uyg'urlarning hayotini bilmasam-mu, ammo ular uchirgan tengsiz muomalani biladim. Do'stimning bildirishicha 2017-yildagi 19-qurultaydan keyin ularning idorasidagi Uyg'urlarning ko'pinchisi tuyuqsiz yo'qolib ketibdi. Dastlab ularning nega ketganligini hech kim bilmaydi ekan. Keyin ularning har xil bahonalarda tutqun qilinganligini bilibdi. U yana bu xil qattiq siyosiy tadbirlarning rayondagi Uyg'urlarning Xitoy rejimiga bo'lgan noroziligini kuchaytirib qolmasdan, balki yana Uyg'urlarning nazarida Xitoy rejimining manfaatdorlari deb qaralayotgan bir avlod Xitoy ko'chmanlarining manfaatini qurbon qilganligini ilgari surgan. U yozmasida mundoq deb yozgan: Men shuni his qildimki, mana bu xil kamistish siyosati ostidagi jamiyatda ikki millatga qartilgan farqli muomala oramizdagi tengsizlikni paydo qilgan. Ma'lum mendan aytganda, men manfaatdor millatdan bo'lsam-mu, ammo tabiiy holda bu joydagi kamistish siyosatining ta'siriga uchradim. Boshlang'ich maktabimni ziyorat qilib borganimda tam atrofiga tortilgan sim to'siqlar bu yerning maktab emas, balki turmaga o'xshaydiganligini his qildiradi. Bu manzarani ko'rganimda intayin azoblandim.
Acaba bu joyda o'qiyotgan o'quvchilar bu xil sim to'siqlarga ko'nib ketdimi? Ular o'qish bitirganda yoki cho'ng bo'lganda erkinligidan mahrum qolganini his qilmamdi. Poyezdda yo'liqqan bir Xitoy kadr nihoyat samimiy holda hozir rayonda yurgizilayotgan bu xil qattiq tadbirlar bu bir avlod kishilarini qurbonlik qildi degan. Kanadadagi Xitoy faoliyatchilaridan Xalqaro qalamkashlar jamiyati Kanada sho'basining muavin raisi Shinsho xonim Sharq Turkistonda yashagan Xitoylarning og'zidan bundoq bir gapning chiqishini ilgirlash deb qaraydiganligini bildirib, texmi ko'p Xitoylarning haqqoniyat maydonida turishi kerakligini bildirdi. Amerikada Xitoy virusi qurbonlari uchun motam e'lon qilindi. Dunyoda Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar soni 334.848 dan, yuqumlanuvchilar soni 5.207.910 dan va salomatligi yaxshilanganlarning soni 2.083.393 ni oshdi. Amerika Xitoy virusiga munosabatlik eng ko'p o'lim va yuqumlanish voqealari ko'rilgan davlat bo'lib qoldi. Amerikada Xitoy virusi sababidan 96.354 kishi jindan ayrildi. 1.621.196 kishi yuqumlandi. Prezident Trump Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar uchun davlatda 3 kun bo'yicha motam e'lon qilinganligini va bayroqlarning yerim tushirilganligini bildirdi. U Xitoy virusining ikkinchi qatimliq to'lqini yuz bergan ahvolda davlat iqtisodini to'xtatolmaydiganliklarini eskartdi. U Amerikaning vabo musofasida nurg'un narsalarni o'rganganligini, keyingi vabo to'lqinlariga intayin puxta tayyorlik qilganliklarini ilgari surdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitoy virusining uzun davom qildiganligini bildirdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı baş katibi Tedros Adhanom Ghebreyesus bu yuqum bilan birlikda bosadigan texi uzun yo'l bor dedi. Tedros Adhanom Ghebreyesus Dünya Səhiyyə Təşkilatıning Shveysariyaning Jeneva shahridagi markazida o'tkazilgan sin ko'rinishlik muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qildi. Yaqinqi kunlarda dunyo miqyosidagi yuqumlanuvchilar sonining ko'payib ketganligiga ishorat qilgan Ghebreyesus Dünya Səhiyyə Təşkilatıga yaqinqi 24 soat ichida 106 ming yangi yuqumlanuvchining bayqalganligi dokulat qilindi. Bu yuqum boshlangandan buyonqi bir kun ichida ko'rilgan eng yuqori son. Bu yuqum bilan birlikda bosadigan texi uzun yo'l bor dedi. U mazkur yuqumlanish ahvoliga doir dokulatning asosan dugidak 3 dan 2sining 4 davlatdan ma'lum qilinganligini alohida tilga olib o'tdi. Abdukerim Ismoil turmada shahid qilindi. Qaror gezitining 21-may bergan xabarda ma'lum bo'lishicha 86 yoshlik Abdukerim Ismoil Xitoy turmasida shahid qilindi. Asli Uyg'ur bo'lgan turk fuqarosi Ismoil Abdukerimning 86 yoshlik dadasi Abdukerim Ismoil Xitoy turmasida shahid qilingan. Xitoy tajovuzchilari yana Ismoilning o'g'lini Yanfunda diniy mazmundagi yozmani hambaharlaganlik bahonasi bilan 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon bu haqda bayonot e'lon qildi. Bayonotda Ismoilning 74 yoshlik opasi Gulhasan Mamatning 2014-yili Xitoy tarafidan qo'lga olinib 10 yil kesilganligini, 47 yoshlik inisi Abu Bakr Abdukerim va boshqa inis singillari Osmonjon Ömerjonlarning lagerda ekanligini, Nur Muhammadning Yanfunda Xitoy cheklagan uchur yo'llaganlik bahonasi bilan lagerdan turmaga o'tkazilganligini, bu faqat Sharq Turkistondagi bir oilaning fojiasi ekanligini, Turkiyadagi Xitoy konsulxonasi Sharq Turkiston vaziyati ahvoli haqida ochiq-oshkora yolg'on va burmalangan so'zlarni tarqatib, turk xalqini aldashga urinayotganligini, barliq turk islom dunyosini astoydil tadbir qo'llanib, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatish uchun zarur tadbirlarni qo'llanishga chaqirganligini bildirdi. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 21-may bir kun ichida Xitoy virusi bilan 27 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 33.633 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 961 yuqumlanuvchining ko'payganligini, bunun bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 153.548 ga yetganligini, bir kun ichida 27 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4249 ga yetganligini bildirdi.
Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 1003 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 820 bemorning kasalining og'ir ekanligini, ammo kasali og'ir bemorlarning uzluksiz tushayotganligini, yangi turmush shaklimiz kontrol qilingan ijtimoiy hayot bo'lganligini, hamma kishi birdek tadbir elish, maska taqash, uchrashganda 1,5 metr oraliq saqlash qatorliq oldini olish tadbirlarini yaxshi qilish, odam ko'p o'rinlarga berishdan saqlanish qatorliq tadbirlarni davomlashtirishning intayin muhim ekanligini ta'kidladi. Beyjingda havoning tuyuqsiz qorong'ulashishi Xitoylarni qo'rqitdi. İctimai uçur vositalarida tarqalgan silliq ko'rinishlarda ma'lum bo'lishicha, tunugun Beyjingda tuyuqsiz olam qorong'ulashish hodisasi yuz bergan. Tarqalgan sillardan ma'lum bo'lishicha, Beyjing vaqti soat 3 atrofida Beyjing shahar tavallikida tuyuqsiz havo qorong'ulashishdek g'alati hodisa yuz bergan. Butun shahar yarim kechadek qorong'u bo'lib, ma'lum vaqt o'tgandan keyin chaqmoq chaqib, qattiq yomg'ir yoqqan. G'alati hodisada shahar aholisi qattiq qo'rqib ketgan. Yana boshqa bir sindan ma'lum bo'lishicha, mazkur qorong'ulashish hodisasi 2 soat atrofida davomlashgan bo'lib, qorong'ulik qattiq yomg'irdan keyin suzilgan. 东六宫现在它已经黑成这个样子了，下午3点多啊，你看见了吗？黑成这个样子了。然后前面零零散散的有一些顾客，有一些游客。看延禧宫，下午3点多延禧宫是这个样子的啊，是不是有点吓人？ Hürmetli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunaqa programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.